Piyozdan kelyapti. Kartoshkani. Pishmagan xamirga o'xshaydi. Nima deb o'yladinglar? Yumshoq ekan. Ko'zsiz qiyin ekan yashash. Bala qalampirmi? Bu ham nimaga ana u? Pichinami? Assalomu alaykum, Mohino, Jasmina. Safins bugungi sonida videolar ko'rmaymiz. Safinsmi? Safins uchamiz biz. Короче, bir bilan qarab Bu safar aniq tashlavaringlar. Qani qo'lim? O'ng qo'lda tashlaylik. Ana tashlaymiz. O bering moq urmayman. Ana qo'lim qilib o'tiribman moq o'rtada. Ha, ana. Bugun turkiyalik hamkasblarimiz jo'natgan sneklarni tatib ko'rib reaksiya bildiramiz. Bitta qo'linglarni ko'taringlar-da tashlanglar. Mohinur tomonidan birinchi taryoqadan boshlaylar. Qanday qo'laysizlar? Mohinur O'ngdan. Jasmin keling. Jasmina keling. Ushang. Shumi? Ha, ushang. Mo'g'inur. Mo'g'inur qo'y. Bir xil Yo'q, qilyapsiz. maydarog'ini ushang. Jasmin maydarog'ini. Jicha qo'l. Men top Ha. Undan keyingisi keyin, ha. Top bo'lmaydi. Mana moqi topdingizmi? Ancha oldin topdim. Bu kartoshkaga o'xshayapti. U kartoshka bu. Yalaman. Yesam Birdan yog'izga Hazillashyapti. Hadi, qanday? Hidi yo'q. İçida yong'oq borga o'xshaydi. Yer yong'oq. Menga qanaqadir shirin sho'r aralash nimadir ta'm kelyapti. Ham shirin. Piyozdan kelyapti. kartoshkani. Ana usti kartoshka ichida yer yong'og'i bor narsaga o'xshatdim men. Yo'q, piyoz ichida. Unaqa narsa. Yong'oqli narsa yedingizmi? Ichida yong'oqni sezdim. Bitta narsa yedinglar, lekin ikki xil ta'm his qilinglar. To'g'ri. Qo'linglar o'shalar. Moqi bo'lib beraymi? May. Nima bu yengil? Pichinni manimcha. Berga uchinglar. Jasmina yedi уже Mohinur. Ta'mi hidi guruchni. Bu bolaligimizda Ana guruchli nima edi? O'qimas lekin bu. O'shanga o'xshar ekan. Lekin ta'mi yo'q. Yana yo'q, ko'ringlar nimaligini topasiz. Na shakari bor, na tuzi bor. Pishmagan xamirga Nima o'xshaydi. deb o'yladinglar? Pishmagan xamirga o'xshaydi. Xamir bilan guruch emas lekin. Ana popcornmi? Popcorn. Ta'mi yo'q ekan. Yo'q, menda ta'mi. Xayr yo'q ey. Keyingisi qo'linglarni uzatinglar o'ng tomonga yana. Yana jicha, yana. Yo'q, undan keyin. Jicha tepara. Jas topdingizmi? Topdi. Ay, yumshoq narsa ekan bu qarang. Chirkintirmang. Bu anamga o'xshayapti. Olam Lokummi? Ikki xil ta'mni yeyapsizlar. Qani? Lokummi turishidan? Yo'q, yeb ko'ring. Ha. Yumshoq ekan. Lokum menimcha. Lokum bo'lsa kerak. Marmeladda o'zimizdagi. Faqat men miyatli narsa yeyman, sizchi? Shunday, miyatni. Miyatli ekan. Yalpiz. Xuddi orbit yeyotgandek his qilaman. Orbit zivachkasini olib, tanlab yutayotganga o'xshayman. Boshqa ta'mlari ham bor. Qanaqa ta'm kelyapti? man limonli yedaman. Yo'qmi? Nima? Mohinur? Yashilmi? Yo'q. Mohinur limonli, siz apelsinli. Apelsin ekanman. Sizgi retseptlaringiz o'lgan shekilli. Nima farqi bor shu apelsin ham limonga o'xshaydi. Ko'zsiz qiyin ekan yashash. Ko'zim g'alatib yoshlanib ketdi. O'ng tomonga yana. Qo'linglar cho'zsanglar shu topasiz. Ashuni oling Jasmin. Mohinur siz ham. Shu Mohinur ko'ryaptimi deyman-da, o'tda topadi. Ne bu ya? Pichinami? Jasmina bersa pichinami? Buni hidi yoqmadi menga. Bala qalampirmi? Bilin yalavordim. Yalavordim. Yarashini yeyish kerak. Oy, qizlar achchiq ekan. Bitta tishda ta'mi o'zgaradi, chesa ta'mi o'zgaradi. Men achchiq yeyolmayman. Bu paprika. Yo'q. Achchiq paprikami? Yo'q.
Menimcha, qarang. Qalampirli emas bo'ldi. Nima deb topinglar? Paprika emasmi ana shu? Chesnokmi? Yo'q. Nima unda? Topinglar. Jasmin mazza qilib yopdi. Bu achchiq edi-da. Yeng mo'x oxirgacha. Jasmin og'ziga beringchi. Yo'q, qoling. Bo'ldi, oldim. Qo'limda ham artmoqchi. Yo'qdi lekin. Menga yo'qdi bu narsa. Shuni yeying. Ushladik, ha? Ikkita tarelka ushlayapman men. O'ng qo'lingizda. Men ushladim. O'ng Bumi o'ng? qo'lingiz. Shumi? Ha. Bu chips shekilli. Hidi yomon ekan. Sardor aka yemaymi? Yemang. Sevinchi. Rostdan yomon narsami? Achchiqmi? Nimani ta'mi kelyapti? Yana Qalampir? Yana. Chips, qalampir. Yana. Pomidormi? Yo'q, hididan ham bilsa bo'ladi. Yana bitta. Bolgarskiymi? Bolgarskiy? Shuni ta'mi kelyapti. Og'zim yonyapti prям. Da, Bohnur topdi. Mo'x ko'ryapsan? Bohnur Jasmin ko'rmaydimi baribir? Ko'rsatishgancha ko'z yoniga tiqyapti ko'rdim. Ha, ana. Bu ham nimaga ana u? Pichinami? Bu ana bo'ladi-ku uzun. Qayoqcha? Da. Faqat bu sho'rroq ekan. Bizni Bohnur. Chaqqon. Balki laymli anaqadan yeganinglardan keyindir. Ha, aytgancha laymli chips bor. Yo, bu sho'ra biz ana Perivalda sotadi-yu. Nima madi? U shirin-ku. Ko'nglim aynib boshladi. Kimdir suv olib kelib bersin. Bu yaxshi, bizda ham bor. Qaysi edi u? Chips bor, qarachi. O'shandan keyin og'zim Makaron deyman. Ko'ylab bir xil narsa oldinglar, yeydi. Endi yeymiz. Bu ham pechenyelar, aniq. Nima bor? Balki bu ham laymlidir. Shokolad chiqdi orasidan. Nihoyat. Ana, shokolad desam yo'q deysizlar. Qara gapiryapti-ki. Kimdir suv olib kelib bersin. Havasi ham sotadimi? Nima? Korzinkada bor-ku anu. Endi bilmadim, shu hamma joyda borda aynan Florida. Korzinkadagi. To'xtaysiz. Qanaqa bakal bu? Sapaysikimi? Bilmadim. Ta'midan ham suv demadingiz. Bu suv ekan bildim. Kichkina ta'birlar. Bakat pichinidan qilyapti. Ha, deb buyuringlar bo'ldi. Ko'nglini o'ksinmanglar. Ota-onamdan uzoqdaman o'zi. Lekin menga ana shu pichini yoqdi. Ko'ngli yarim. Jasmin tomondagi. Ha, o'sha dumaloqchani. Va mayda yopishqoq nimadir bor ekan. Ana bumi? Ha, nima deb o'ylaysizlar shu? Qurt yo'q-e. Qurt. G'alati. Yeyiladigan qurt deb o'yladi, lekin qurt emas bu. Bu ana Yo, men qimirlaydigan qurt deb o'yladim. Emendensga ham o'xshayapti, mo'xi. Nima u? Qimirlaydigan qurtni sizga kim yediradi? Rostdan ham Bu shilimshiq. Jasmin jim o'tiring. O'zi yesin. Yevasin keyin. Yemabdi hali. Kelib o'tir. Tezroq Zo'rlar ye, sekan Jasmin ye. yedi уже. Shokolad. Zo'r narsa ekan, yo'qmi menga? Shirin. Yo'qmadi. Oddiy kinderda qashqalar. Ana shu Emendens deb o'yladim, lekin kinderga o'xshab ketdi. Yegan uchun tamboqcha sezgap shekilli. Danim bu snacklarni yeganinglardan Ha, sizlar ham 12 ta narsani bittasi achchiq, bittasi shirin. Sizlardan oldin yedik. To'g'ri. Maja yemaganmi? Men hozir osh yeb chiqqandim. Ko'rdim boshida. Oshqozonim shokda, apa. Xuddi kinderga o'xshatdimi? Bo'lsanglar, o'zinglardan. Nima qurt qo'ymagansizlar? Sizlar doringlar, reklamas bor. Nima qurt olib qo'ymagansizlar? Ana uni yerdik. Turkiyada yo'qdir deb. Qurt olib. Qurt olib. Qandoq Bo'ldimi? olib beraylikmi? Sepib. Endi ko'zingni ochib tomosha qilishinglar mumkin. Voy xayriyat. Ko'zim yoshlanib, ana ular toshlarim ham ellab ketdi menimcha. Ha.
Sardor kiymoqchimisiz siz ham yana? Yo'q, ichida nima? Qalampir dedik, qalampir yo'q-ku ichida. Men podvodkam yaxshi turibdimi? Yedis. Nolib, Ko'zimdagi qaramagan. Zo'r turibdi. Ana shokolasi yo'qdi menga. Yo'q qani. Ana bu şey yo'qmadi. Nima bo'lsa ham. Bo'ladi lekin Hech bir achchiq narsa ham shaydimi? Ha, yo'q, bu yo'qdi. Ana bu yo'qmadi ziravorlik. Yashil nima? Lime edi bu. Yashil nima? Lime. Ha. Bu ham yo'qmadi. Menga hech biri yoqmadi. Lime bilan bolgarskiy. Qalampir. Bu ham yo'qmadi, bu ham yo'qmadi. Qurtab qo'ygan illat o'sha yoqardi. Ikkovniki. Ha, mana bizda bor bu narsa. Ana dietический narsalar bo'ladi-yu. O'shalar qatorda turadigan anaqaga o'xshar ekan. Tipsadirmi, nimadir deydi-yu uni. Nimaga ana bu zo'r ekan. Xuddi kinder nimaga yemadingiz? Yoqmaydi. Sizcha nos qildingiz? Yoqmaydi. O'shanga o'xshar ekan. Kamera o'tsin keyin yeydi. Bizga shu kadrlarni tashlayverasiz. Biz Jasmin ikkalamizdan faqat Jasmin kalta kiyib o'tiradi har safar mendan. Uradi ana bu deyona. Qolganlarni yeb nimalar ekan menga shu qiziq. Qizlar ham mana bunga zo'r reaksiya bildirishadi. Kutamiz. Rahmat.